Maktab yoshlaridan beri. Da sizniki prям oqadigan variant ekan. No necha? 15 minutda bu narsa hal bo'ladi. Qayerdan bilib qoldinglar buni endi bizda davolanishini? Internetdan. Ha, internetdan. Instagramda ko'rib qoldinglar. Lekin men boshqa doktorga olib boruvdim, endokrinologlarga ham ko'rsatuvdim-da. Endokrinolog anaqa dedi. Men yoshligida yo'dimarini ko'p ichirgan ekanman-da. Shitavitkasi ham kichkinaroq bo'lib qotgan ekanda. Keyin bu со временем o'tib ketadi dedi. Ozxonangizda o'tirganda qo'lini ushuvdim, yaxshi metellamayapti, deyapti-uni. Bu hayajonlansa, asabiylashsa, даже mana terlash o'ylasa ham shunaqa oqadi. Shunaqa есть такое. No necha vaqt hal qilib Да, есть такое, тигр, пока не вытру один раз. Он брюкаш mokrada, Да, сюда даже не посмотрю. Necha? Maza qilib so'rashadigan qilib beramiz, xudo xolasa. Gipergidroz qo'llar terlaydi. Вот, oqib ketgan mana stol ham ko'ryapsizlar, dog' bo'lib ketgan hammasi. Вот, hozir operatsiya qilib ko'rsatamiz. 15 minutli operatsiya ikkala tarafi qo'shilganda 15 minut. No, narkoz taxminan 30 minut, 40 minut davom etadi. No, operatsiya 10-15 minut. Ikkala tarafini operatsiya qilib, qo'llar qup-quruq bo'lib ko'rsatamiz sizlarga. Operatsiyamiz tugadi. Ko'rishingiz mumkin. Qo'llar mana qup-quruq. Absolutno qo'llari qup-quruq. Mana operatsiya bo'lgan joyini o'rni. Kichkina teshik sharik qo'yib yopishtirib qo'yganmiz. Xuddi shunaqa bu yoq tarafda bor. Endi yuzini ko'rsatmaymiz, bemor uxlayapti hali narkozda. Вот narigi tarafda mana где вот. Покажем. Bu yog'iga nakleyka qilmabsizlar, mana kichkina nakleyka mana shu yopishtiringlar. Ana, все. Bu yog'i ham tugadi operatsiya. Все нормально, qo'llari qup-quruq. Endi maza qilib so'rashadi. Sababini hech kim bila olmaydi buni. Shunaqa dunyoning 3% aholisida shunaqa bor. Shunaqa narsa, gipergidroz. Bu degani haddan tashqari terlash. В основном qo'l, qo'ltiq sohasi, oyoq terlaydi bularda. Ko'pchilik so'raydi, qattini kesasizlar deb. Gipergidroz operatsiyasida hech qattini kesmaymiz. Mana shundan teshik, bitta kichkina teshik orqali video kamera kiradi. Video kameraning yonidan maxsus kesadigan instrument kiradi. Video kamera mana bu monitorga izobrazение olib chiqib beradi. Shunda televizorga qarab, monitorga qarab ishlaymiz. Kesmaymiz. Mana qo'ltiq sohasidan mana shu bitta kichkina teshik qilinadi. 4-qovurg'a oralig'ida. Xuddi shunaqa bu yoq tarafda mana. Shunaqa kasallik bo'lsa, shunaqa narsa bezovta qilsa, bizga direktga yozing, полностью batafsil ma'lumot qilib tushuntirib beramiz. Hamma savollarga javob beramiz. Pullarini hammasini tushuntirib beramiz.